yer yuzida insoniyatning yangi hayoti boshlandi. Nuh alayhissalom oilasiga mansub bo'lmagan barcha vafot etdi. Nuh alayhissalom 3 o'g'liga yer yuzini bo'lib berdi. Payg'ambarning eng sevimli o'g'li Yofas edi. Yofasni sharqqa yubordi. Yofasga Alloh o'g'il berdi. Bu o'g'il dengiz bo'yida tug'ildi. Shuning uchun dengiz ma'nosini beradigan Turk deya ism berdilar. Turk jasur, qo'rqmas yo'lboshchi bo'lib ulg'aydi. Yofasning boshqa bolalari ham Turkka itoat qildi va uning atrofida jamlandilar. Xomning bolalarining bir qismi janub yerlariga tarqaldi, bir qismi sahroyi Kabirga, Somning zurriyotlari esa g'arb va shimolni o'zlariga makon tutdilar. Somning avlodlari ichida o'ris, farang, olmon kabilar ulg'aydi. Turkning bolalari ko'paydi. Ular uchun yer torlik qildi. Turk bolalari yashagan joylar Turkiston nomini oldi. Turkning chevaralaridan biri keng va ulug' daryo bo'yiga o'z odamlarini boshlab ketdi. Uning ismi Jayxun edi. Daryoga Jayxun nomi berildi. Katta bobosi yerlarida qolgan ukaning ismi esa Sayxun edi. Jayxun va Sayxun hali bola ekanida bobosi ularga sizlar Alloh taolo 2 ulug' daryoni hadya qiladi sizlarga. Bizning avlodlarimiz shu daryo orasida yashagaylar va dunyoga dovrug' solgaylar. Vaqti yetib ular tavhid bayrog'ini yer yuzida ko'taradilar. Qalam va qilichni birdek tutgaylar. Bu menga bildirildi degan edi. Turkning nasli benihoya barakali bo'ldi. Buning sababi uning o'zi o'limi oldidan aytgan edi. Bobom Nuh alayhissalom otam Yofas haqida duo qilgan. Sening zurriyoting qiyomatga qadar izzat va qudrat ustida bo'lgay. Qo'lida quroli bo'lmasa ham beshikda yotgan go'dagingdan tortib qo'lida hassa tutgan chollaring ham dushmanlarni dahshatga solgay degan. Endi qalami, qilichi, aqli va so'zi bor Turkzodaning naqadar ulkan quvvat kasb etishini o'zinglar bilinglar va hech qachon bosqinchiga bo'yin egmang. Anglab yetinglarki, bizning yagona dushmanimiz shaytondir. Shayton tarafga o'tganlar ham bizning g'animimizdir va tavba qilmasalar ularga aslo shafqat yo'qdir. Va bobom Nuh alayhissalom bu dunyoning hayoti bir kuni zavol topmog'ini aytgan. Bizni ko'targan yer ustiga boshimizdagi moviy gumbaz osmon qulaydi. Unga qadar biz ko'p kunlarni ko'ramiz. U zamonning nomini zamon oxiri deb aytadilar. U davrda Ahmad ismli buyuk payg'ambar tug'iladi. Butun insoniyat unga taslim bo'ladi. U olamning podshohi ataladi. Unga 7 qavat osmon, arshu kursiylar taslim qilinadi. U jannat va jahannamni bu dunyodayoq kezib chiqadi. Unga ergashganlar najot topgaylar, uning yo'lidan yuz burganlarga halokatlar yetgay. Umid qilamanki, mening bolalarim turkzodalar unga ergashadilar va jahonning eng muzaffar farzandlariga aylangaylar. Sayxunning evarasini ismi Shosh edi. Bu davrga kelib turklarda O'g'iz, Qipchoq, Uyg'ur, Qarluq ismli sultonlar tug'ildi. Ular Sayxun va Jayxun orasidan sharqu g'arbga, shimolu janubga tarqaldilar. Har biri o'z davlatini qurdi. Ayrimlari ko'chmanchilikni maqbul topdi. Ayrimlari shaharlar qurdi. Turklarning ot ustida davron surishi, adolati, soddaligi, iymoni, sadoqati tillarda doston bo'ldi. Turklar otda tug'ilib, otda o'ldilar. Ular qo'rquvni bilmasdilar. Ular xiyonatdan uzoq edilar. O'zlari devkelbat, ovozlari guldirak, panjalari chinorlarni sug'urgudek baquvvat bo'lsa-da, qalblari lola qizg'aldoq bargidan ko'ra latif edi.
ozorga chiday olmasdilar. Dushman qarshisida kiprik qoqmagan, aksincha g'animga yuzlashsa jasoratlari olovlangan, tomirida qonlar emas, alangalar oqqan turklar. Yovning boshini sapchadek uzib, o'z hurligini jonidan ustun qo'ygan turklar zarra xiyonatga toqat qilmasdilar. Do'st ayrilig'idan osmonlarni yondirgudek oh tortardilar. Yor ishqida tog'larni qo'pargudek bo'lib vodiylarda hayqirardilar. Turklarning qadamlari barakaga to'la edi. Yaylovlar, sahrolar oyoqlari tagida gilam, o'rmonlar xizmatga bosh egadi. Daryolar kaftida suv tutadi. Baland tog'lar bag'rini ochadi. Dengizlar ularning kelishiga intiq. Hatto osmon ularning mardligi qarshisida butun mehrini izhor etishni istaydi-yu, quyosh uning amri bilan ularning boshidan oltinlar sochadi. Lekin turklar dunyo iltifotiga qiyo boqmaslar. Ular halollik va yagona qodir Tangriga itoatni hayotlariga bosh maslak, bitta-yu bitta mazmun deb biladilar.